9 normalli alyuminiy sulfat eritmasining foiz konsentratsiyasi 34,2% bo'lsa, eritmaning zichligini aniqlang. Berilishini yozamiz. Demak, alyuminiy sulfat eritmasi ekan. Normal konsentratsiyasi belgilangan ekan. 9 normal foiz konsentratsiyasi 34,2% va zichligini topish kerak. Zichligini topish formulasiga qo'yamiz. Foiz konsentratsiyaga bog'liq formulasiga. Demak, foiz konsentratsiyaga bog'liq formulasi shu bo'ladi. Molar konsentratsiyani molar massaga ko'paytirib, foiz konsentratsiyaga va 10 ga bo'lamiz. Bu yerda molar massa bor, foiz konsentratsiya bor, 10 qo'yiladi. Molar konsentratsiya yo'q. Molar konsentratsiyaning o'rniga normal konsentratsiya berilgan. Shu orqali topib olamiz molar konsentratsiya. Xo'p, demak, molar konsentratsiyani topish uchun normal konsentratsiya ekvivalent mahrajiga bo'lamiz. Normal konsentratsiyani ekvivalent mahrajiga. Normal konsentratsiya bor, 9, mana qo'ydik. Ekvivalent mahraj topish uchun moddani bilish kerak. Alyuminiy sulfat ekan. Ekvivalent mahraj topish uchun valentlikning indeksiga ko'paytiriladi. Valentligi, alyuminiyning valentligi 3, indeksi 2. 3 ni 2 ga ko'paytiramiz, 6 ekan. Demak, ekvivalent mahraji 9 ni 6 ga bo'lamiz, 1,5. Molar konsentratsiyasi chiqdi, 1,5 mol taqsim litr. Endi zichligini topish uchun molar konsentratsiya o'rniga 1,5 qo'yamiz. Molar massani o'rniga 342 qo'yamiz. Mana hisoblab topiladi. Foiz konsentratsiyani o'rniga 34,2 berilgan va 10 ni qo'yamiz. Molar massani qanaqa topdik? Molar massa Mendeleyev darajali jadval orqali topiladi. Alyuminiy 27, ikkita bo'lgani uchun 2 ga ko'paytiriladi, 54. Oltin go'rt 32, kislorod 16. 4 ta bo'lgani uchun 4 ko'paytiriladi, 64. 32 64 96 va bu sulfatdan 3 ta. Demak, 96 ni 3 ga ko'paytiramiz. 208, elektrga 208 qo'shsak 342, demak molar massasi chiqadi. Endi hisoblaymiz. Qisqartirib hisoblasak bo'ladi. 34,2 ni 10 ga ko'paytiramiz. 342 bo'ladi. 342 bilan 342 qisqarib ketadi va 1,5 qoladi. Zichlik 1,5. To'g'ri javob B varianti.